Jigarlar, gazda yurganda, ozgina yurgandan keyin o'chib qolib, siltab, zavod bo'lmay qolayotgan bo'lsa, reduktorda shlangini shunday ushlasalang, abi ikkitaga ulanadigan shlang. Hozir buni yechib tozalab qo'ydim. Issiq turish kerak mana shu ikkita shlang tagiga ulangani. Reduktor oqarib, gazda o'chib qolib, yurmay, shuna holatga olib kelaveradi. Sirkulyatsiya bo'lmasa, bundan buyog'iga sovuqda. Yechib tozalashni boshlaymiz buni ham. Sirkulyatsiyasini tozalab, reduktorni ochishni boshladik. Jigarlar, yechishni boshladik. İchidan chiqib turgan moyi. Ko'rib turganlaringdek, ichi to'lib ketgan. Buni zazori o'ta katta. Bu darajada katta bo'lsa, zazori o'zi bitta lezva bo'lish kerak oralig'i. Yangi gaz kuyganingizda o'chib bo'ladigan holatlar olib keladi. Rasxod ko'p bo'ladi buni orqasidan. Ozgina toraytirish kerak, yangilab qo'yamiz xudo xolasa buni ham. Oxirida ko'rsalang, xudo xolasa tozalab, yangi qo'yishlarni ham ko'rsatamiz. Orqasini ko'rinishi mana sizlarga. Reduktor bizdes to'lganda holat. Xudo xolasa ana yuvib tozalab ham oldik. Yig'ishga tushamiz hammasini endi inshaalloh. Yog'ini yuvib tozalab, chirilab oldik. Bunday remchasi bor. Klapansalnik, filtr. Hamma yo'q ichida bor buni. Qo'yishga tushamiz xudo xolasa. Eng asosiysi mana shu klapan. Shu yerdan chiqadi. Oyog'i zazor. Qatirib ko'rsatamiz hozir. Qatirib oldik zazori. Ko'rishlaring mumkin. Ozgina xolos, boyagida yotib ketgani yo'q. Nimasi tushgandimi? Oy to'la chiqdi. Xudo xolasa tugma sanlarga qo'yib yangilab qo'ydik. Kichkinasi kichkinaga, kattasi kattaga. Shu holatda solamiz. Keyin o'zini holatda. Klapanni yechib oldik. Ham sanlar almashadi. Ko'p yo'ldandir balki. Xolasa tayyor. Qo'yishga tushamiz endi. Zavod bor, xudo xolasa o'rnashtirib. Qattiqdan qo'yyapti, mana shu yo'l bo'lyapti, nima aytdi?